kelibsiz Umidaxon. Bizani studiyamizda mehmon bo'lib, sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Keling, endi siz bilan yaqindan tanishib olamiz. Sizni kuzatuvchilaringiz, obunachilaringiz va sizga shogirdlik yo'nalishida kelmoqchi bo'lgan insonlar siz haqingizda u qadar ma'lumotga ega emas ekan va birga ish faoliyatimizni olib borayotganimizda ham Umida o'zi kimlar degan savolni menga ko'p berishyapti. Shu kunlarda Abdurahmon va Umida Ravshanovna, kimsiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oddiy insonman. 1989-yil 21-iyun kuni Moskvada tug'ilganman. Ota-onam Moskva meditsina universitetida ta'lim olishgan va ular bir-birini yaxshi ko'rib qolishgan. Va shunaqa qilib onam Turkmaniston xalq shoirini qizi bo'lganlar va adamlar bu yoqdan Toshkentdan sovchilikka Turkmanistonga uchib borishgan. Eng qizig'i 3 kun mehmon bo'lib turib, yo'q degan javob olib qaytishgan, lekin to'xtamasdan erishganlar va buvimni eng chiroyli gaplari bilan sababchi bo'lib dunyoga kelganman. Chunki ikkita student to'yi bo'lgandan keyin nima muammo bo'ladi? Farzand ko'rsak kim qaraydi? Qanaqa sharoitda o'qiymiz? Meditsina bu, yana Moskva bu degan savol bo'lgan ularda va buvim aytganlar, bola haqida hech qanaqa qayg'urmanglar. Agar farzand dunyoga kelish kerak bo'lsa, bo'ldi, dunyoga kelsin. Men o'zim turib qarab beraman u bolaga deganlar va men dunyoga kelganman. 3 oylik chaqaloqligimda Moskvada tug'ilganman va 3 oylik chaqaloqligimda oyim meni olib ketganlar buvim va buvim katta qilganlar. Ular meni ancha tilim chiqib, katta bo'lganimda kelishgan. O'sha tilim chiqib, kattagina qiz bo'lib qolganman. Necha yoshligingizda kelishgan? Adashmasam 4 yosh, 3-4 yoshligimda kelishgan, chunki u yerda ordinaturani ham o'qishgan. Keyin kelishgandan keyin ham baribir men juda ham qattiq buvim bilan bog'langan bo'lganman. Ular qaytishgan taqdirda ham sekin-sekinlik bilan ular menga xuddi opa va akadek bog'lanish bo'lgan. Sekin-sekin munosabatlarimiz ona-bola rejimiga o'tish boshlagan. Buvim bilan dodamni tarbiyalarini ko'rganim uchun hozir mana analiz qilaman. O'sha paytda bizani oila juda ham mahallada hurmatli oila bo'lganda, buvim bilan dodamni oldilariga muammosini hal qila olmagan oilalar ko'p mehmonga kelib muammosini tashlashardi. Bizani uyda muammolar hal bo'lardi. Dodam juda ham hurmati bor inson bo'lganlar va o'shaning uchun ko'p muammolar bizani uyda hal bo'lgan. Chunki ayollar ham, erkaklar ham ularga quloq solardi. Oyimga ham xuddi shunaqa. Oyimni juda ham bosiq, juda ham ko'p uzoqni ko'radigan ayol bo'lganlar. O'sha bosiqliklari ko'p oilalar saqlanib qolishiga, bizani oilalarda ham kelinlar yoki o'g'illar munosabatida bu juda katta rol o'ynagan. Men hozir aytaman, Alloh oldindan taqdirimni menga psixologiya bo'yicha ketishim kerakligini ko'rsatib bergan. Faqat men bu narsani hali ko'rish etapida bo'lmaganman deb aytaman. To'g'ri, sizni tanigan odam aslida jurnalist deb taniydi va qabul qiladi, lekin psixologiya, pedagogika yo'nalishiga, shaxsiy rivoj yo'nalishiga, ruhiy sog'lomlik ilmiga qanaqa qilib kirib keldingiz bilaman. Oilalisiz, farzandlaringiz bor, yana qaynona, qaynota bilan yashaysiz. Bunaqa holatda ko'pchilik ayollar o'sishga qiynaladi, rivojlanishga qiynalishadi. Lekin siz ham u tarafni, ham bu tarafni bir xil me'yorni saqlagan holatda psixologiyada o'zingizni tanib olib, ruhiyatingizda, kayfiyatingiz degani normada chiroyli ushlab keta olib va hozirgi kunda ayollarimizga xizmat qilib kelyapsiz. Bu yo'lni qanaqa bosib keldi Umida? O'zi yurist bo'lishni orzu qilganman. Lekin ruxsat berishmagan o'sha payt. Yo'q, iltimos deyishgan, xo'p deganman va pedinstga kirgin deyishgan, yo'q deganman. Milliy universitetga hujjat topshirgani borganimda jurnalistika bilan pedagogika yonma-yon hujjat topshirilayotgan bo'lgan. Menga pedagogikaga topshirib chiqing deyishgan, yo'q deb jurnalistikaga qaysarlik bilan topshirib chiqqanman. Inshootda juda ham baloganman. Keyin rozi bo'lishgan. Adam har doim meni juda ham qattiq qo'llab-quvvatlaganlar fikrimga. Lekin bu yerda amakilarim, buvim dodam katta qilishgani uchun hammani fikriga quloq solishimga to'g'ri kelgan. Shuning uchun ozgina ikkilanishlar bo'lgan. Lekin o'sha payt ham psixologiyaga, falsafaga qiziqqanman.
jurnalistikaga kirganman, jurnalistikaga juda ham qiziqib ketganman, mazza qilib o'qishni ishlashni boshlaganman. Ikkinchi kursimdan o'zi yuridическийga перевод qilaman deb kirgan odam yo'q, o'sha yerda qolishim kerakligini tushunganman. Va hozir tushunaman, Alloh mani nutqimni ravon bo'lishi, ta'sir kuchim yoki gapirishni bilmaganman-ku, o'sha narsalarni o'stirish uchun aynan jurnalistikaga olib kirgan ekan. Bu sohamni juda ham yaxshi ko'raman va minnatdorman. Televideniya, radioda o'z faoliyatimni olib borganman va hozir ham radioda o'z faoliyatimni olib boraman. Qaysi radioda ishlaysiz? O'zbekiston radio kanalida ishlayman. Va jurnalistikani mazza qilib ish faoliyatimni olib bordim va har xil hayotda vaziyatlar kelishni boshladi hayotimga. Shunda tushundimki, menga psixologiya ham juda ham kerak ekan. Farzandim bilan munosabatda, turmush o'rtog'im bilan munosabatda, qaynona qaynotam bilan munosabatda, ota-onam bilan munosabatda, umuman olam bilan munosabatda psixologiyasiz hozirgi paytda juda ham qiyin. Va turli xil ilmlarni o'rgandim, ko'rdim. Shunda bu menga juda ham kerak. Ayniqsa biznesdagi faoliyatimda ham ko'p qarzdorlik vaziyatlar bo'lganda psixologik nuqtai nazardan chiqib ketishimga psixologiya menga juda ham muhim bo'lgan va chiqib ketishimga yordam bergan. Birinchi bor shuni anglagan kuningiz borda. Men o'qiyman, o'qimasam shuncha muammoni ichida g'arq bo'lib ketyapman degan kuningiz bor. Va birinchi ilmga kirib kelgan umida bilan hozirgi umidada nima farqlarni ko'rasiz va qaysi ustozlarda ilmlar, bilimlar olib keldingiz? Birinchi menga zarurligini tushunganim o'zi bo'ladi-yu, eng pastga tushganingda mundoq qaraysan, o'zi qanaqa yashadim, nima qildim, nima qila oldimu, nima qila olmadim degan savol kelgan miyamga. Shunda aytganman, san nima qilyapsan va insonlarga nima orqali foyda keltira olasan? To'g'ri, biznesda, jurnalistikada foyda keltirayotgandirsan, lekin ular ko'pincha mana aptekaga kelgan odamlar ham o'zida hayotini, muammolarini gapirib, menda hal qilib chiqib ketardi-da. Men buni shunda ham lekin tan olmasdim. Va o'shanda tushunib yetdimki, qattiq yiqilish bo'lganida tushunganman menga zarurligini va boshqa insonlar qattiq yiqilganda Alloh meni sababchi qilib ularni olib chiqqanida bu menikiligini tushunganman. Shunda maza qilganman-da, chunki u insonni xayrli tomonga o'tishiga, muammosi, kimnidir ajralmasligiga, kimnidir qanaqadir muammosi hal bo'lishiga sababchi bo'lsangiz, siz qanaqadir maza qilasiz-ku, shunaqa tushunyapman, his qilganimdan keyin men tushundim. Inson maza qilgan joyda uni missiyasi bo'ladi degan nuqtamda boshlangan hammasi. Demak, o'zingizni masalangizni yecha olganingizdan keyingina siz kimdirning masalasini yechishga yordam beradigan darajaga chiqqaningizda aslida psixologiya yo'nalishi, insonlarga yordam bera oladigan yo'nalish sizniki ekanligingizni topdingiz. Shunaqa. O'zimni ham masalamni yechganman va boshqa insonlar ham kelganida, sababchi bo'lganimda eng muhimi sababchi bo'lish mayli, ichingizdan bo'ladi-ku, qoniqish va mazza qilish hissini his qilganimdan keyin shu ishni qilishni boshlaganman. Chunki men bitta ish qilishim uchun albatta u sohada mazza qilishim kerak. O'zim mazza qilmaguncha u soha menda zo'r o'xshamaydi. Masalan, kimdir bitta pirogni mazza qilib pishirsagina u shirin chiqadi. Xuddi shunaqa narsani his qilganimdan keyin menikiligini tushunganman. Psixologiya deyishadi, lekin o'zi psixologiyani ichi nima? Mana oddiy uyda o'tirgan ayollar turmush o'rtog'i bilan janjallashyapti, bolasidan ko'ngli to'lmayapti, qaynona kelin munosabatlarida munosabatlar yaxshi emas, qarzdorlik holati bor, ayol o'zini bu dunyoda nima uchun kelganini hattoki bilmaydigan holatlar borda. Lekin aslida aql, ruh, qalb berilgan insonga uni boshqarish ilmini biz psixologiya, ya'ni inson o'zini o'rganganda topamiz. To'g'rimi? Siz mana shu hech narsani hali tushunmayotgan, anglamayotgan bir inson yoningizga kelganda, uni qaysi yo'nalish bilan sekin-sekin olib chiqishga yordamlashasiz? Metodlaringiz qanaqa? Inson o'zi masalan tanadan, aytganingizdek, ruhiyatdan, ya'ni psixikadan va umuman o'zini ichki olamidan iboratda. Inson o'zini hamma sohasini tashab qo'yganida krizislarga uchrashni boshlaydi. Masalan, faqat ishga berilib ketib, sog'lig'ini tashab qo'yganda sog'lig'ida muammo bo'ladi-da, uni
baxtli bo'lishi sog'lig'iga bog'liq bo'lib qoladi yoki kimdirlar sog'lom yaxshi bo'ladi lekin ovqatlanishi yaxshi bo'lmaydi kimdirda masalan munosabatlarda qattiq muammolar bo'ladi masalan er xotin munosabatida muammo bo'ladi o'sha kimdaki nimada qaysi nuqtada muammo bo'lsa o'sha baxt tushunchasiga ta'sir qiladi insonni va yangi masalan ilmga yoki psixologiyaga umuman o'zini tanishga kirib kelmoqchi bo'lgan ayollarga aytmoqchi bo'lgan gapim tanasi psixikasi ya'ni ruhiyati va o'zini ichki olami bilan birgalikda ishlash kerak o'shandagina sekin o'zini tanigan inson bu dunyoga nega keldi nima bilan yordam bera oladi kimdirlarga man o'zimni topganimdan keyin birovlarga yordam bera oladigan insonligimni tushunganman o'zimni topish o'zini ustida ishlash deganda ko'pchilik mana siz man bu holatni tushunishim mumkin shu jarayonda nimani tushuntirib keta olasiz hozir sizni mani eshitayotgan odam ishni bundan boshlashim kerak ekan ishni bundan boshlashim kerak ekan deganda keling ularga kichkinagina bo'lsa amaliyotmi tavsiyami yo vazifami berib keta olasizmi o'zini topishdami man har doim aytaman qiyinchilik vaziyatlarda o'zimni topganman oldin nimadir vaziyat kelsa manga nima uchun derdim hozir hop nimani anglashim kerak deyman demak savol berasiz savol beraman man o'zi kimman nimaga bu yerdaman va bu vaziyat menga nima uchun berildi ya'ni pretenziya bilan emas norozilik bilan emas nimani anglashim kerak deb boshlaganimda o'zimni topishni boshladim inson bu hayotida nima uchun yashayapti nima muammolarni hal qilish kerak bu hayot o'zi nima degan tushunchalar va miyasida savollar paydo bo'layotgan paytda inson o'zini qidirayotgan bo'ladi o'zi sizni miyangizga savol kelyaptimi biling siz o'zingizni qidiryapsiz demak shunchaki hayotdan ma'no yo'qotib adashib yurganlar safidan chiqishni boshladingiz demak tana bilan birinchi o'rinda ishlashni tavsiya qilaman chunki tana sog'lom bo'lmaguncha va jismoniy mashqlar tanaga berilmaguncha inson o'qishga ilm olishga hatto masalan man bolalarimga ham aytaman обязательно institutga kirishga harakat qilyapti o'g'lim birinchi tanang bilan ishlagin chunki tana sog'lom bo'lsa san o'zingni bemalol ilm olishga tayyor bo'lasan meditsina sohasi bo'ladimi sport futbol sohasi bo'ladimi yoki IT sohasi bo'ladimi inson birinchi tanasi bilan ishlashi kerak tana sog'lom bo'ladi undan keyin ruhiyat holati sog'lom bo'ladi ana undan keyin inson biron narsani qila olishga va bera olishga tayyor bo'ladi shunaqa boshlashni tavsiya qilaman hammasi baribir jamlaganimizda toza quvvatga borib taqalyapti zo'r umidaxon bilamanki sizni 18 yillik kelinlik tajribalaringiz bor qaynona kelin munosabatlarida qiynalayotgan juda ko'p ayollarimiz bor qaynonasidan noliydi ularni kamchiliklarini ko'rishadi ular mani qanaqadir ezadi azobliydi deb o'ylaydigan tushunchalarga ega va bundan rostdan qiynalayotganlar borda sizni o'zingizni 18 yillik tajribangiz qaynona kelin munosabatlaringiz bor shularni eng mazali joyi va sizga eng og'riqli joylari nima hozirgi qaynonamga qarashim bilan bundan 18 yil oldingi qaynonamga qarashim butunlay farq qiladi chunki u insonni qabul qilishim yaxshi ko'rib qolishim uchun vaqt ketgan juda ko'p ular ham mani xuddi shunaqa lekin hozir ona boladek bir birimizni kamchilik va yutuqlarimiz bilan qabul qilganmiz qaynona onami degan savolga javob beradigan bo'lsam qaynona kelinini o'sha boricha qabul qilganda ona bo'lgan bo'ladi turmush o'rtog'i bilan munosabatga qaynona juda ham qattiq ta'sir o'tkazadi ayniqsa bizda o'zbek oilalarida ko'p oilalar qaynonani bosiqligi va qabul qilishiga qarab saqlanib qolinadi chunki bizning o'zbek bolalarimiz ham qizlarimiz ham ota onasiga qattiq bog'liq nafaqat qaynona qaynota balki qizni ota onasi ham bunga sababchi bo'ladi shuning uchun ham oila mustahkam bo'lib ikki yosh bir birini tushunib bir biri bilan bitta butun insonga aylanib ketishida ota onalarni roli katta o'z maslahatlari va o'zlarini to'g'ri yo'nalishlarini berishi to'g'ri
lekin mana shu yerda nuqta bor, tanlovni farzandlarni o'ziga berish kerak. demak man hayotimda mana shunaqa qilganman, mani hayotimda shunaqa bo'lgan, sizlar ham shunaqa qilishinglar kerak degan joyda tazyiq bilan, ya'ni zo'rlash bilan emas, xohla bu yo'l, xohla bu yo'l, lekin maslahatim deb. Masalan, inson qanaqa insonga quloq soladi? Men o'zi bolalikdan buvimga quloq solganman, chunki buvim hech qachon menga tazyiq o'tkazmaganlar. Buvim har doim menga yo'nalishni berganlar va oxiri nima bilan tugashi mumkinligini taxminiy ko'rsatib berganlar. Masalan, qizim, senda ikkita yo'l bor. Men bundan borsang bunga borasan, bundan borsang bunga borasan. Tanlov sendan derdi. Men bu to'g'ri yo'l demaganlar hech qachon. Shuning uchun ham men shunga miyam o'rgangan. Tanlov har doim o'zimda bo'lishi kerak degan narsa bilan borganman. Albatta bu narsada yaxshigina qiyinchiliklar bo'lgan, rosa bo'lgan. Chunki har bitta o'zbek qaynonasi borki, kelini unga butunlay aytganiga xo'p bo'ladi deb qilishini xohlaydi. Lekin men yo'q demaganman-u, lekin o'zimni rivojlanishimdan to'xtamaganman. Va bunda qaynonam ham hozir meni eng birinchi o'rinda podдержка qiladigan insonimga aylanganlar. Onam ham, qaynonam ham boshida meni tushunishmagan, qaysarligimni bilishgan. Meni borim shuligini tushunishgandan keyin va men ularni ham boricha qabul qilib, qalbimdan rozi bo'lganimdan keyin ularning munosabati menga o'zgargan. Qaynonamni ham, qaynotamni ham, adamni ham, onamni ham munosabatlari butunlay o'zgargan. Chunki aytaman, men bu do'da tarbiya qilgan qizman-da, birdaniga ularni anaqasida boshqacharoq qabul qilishligi sal qiyin bo'lgan. Bilamanki, bog'richa qabul qilish etapiga o'tib olgungacha Umida ancha-muncha ko'z yoshlar to'kkan, ancha-muncha ilmlar olgan, balki ko'p ustozlarni, "Hey, men bu joyda bo'ldi, muhokama qilma, rozi bo'l, ular haqqiga duo qil" degan etaplardan o'tgan. Va shu etaplaringizdan o'tganda sizni ichingizga nima ilmlar joylandi va bu ilmlardan qaysi birlarini ishlatyapsiz? O'zi birinchi muammo tan olishdan keyin o'zgarishni boshlaydi-da. Men muammoyim borligini uzoq yillar tan olmaganman. Hamma narsam komfort, zo'r deb o'ylagansiz. Zo'r deb o'ylaganman. Keyin nimadan keyin boshlangan? Biznes qilganmiz, er-xotin ikkalamiz va qarzdorlikka kirganmiz. Undan keyin men sog'lig'imda kuchli depressiv holat, umuman ovqat yeolmasdim, suv icha olmasdim. Juda ham ozib ketishni boshlaganman. Buni hech kim tushunmayapti. Har xil endokrinolog yoki boshqa vrachlarga murojaat qilganmiz, analizlar topshirganman, hamma tekshiruvlardan o'tganman. Birinchi o'rinda bizda mediklar oilasi bo'lgani uchun hamma tekshiruvlardan o'tiladi. Gormonlarim hammasi normada chiqqan, jigarlarim hammasi. Va tushunganmanki, bu qanaqadir ruhiy buzilish bo'lyapti. Va psixologlarga borishni boshlaganman. Psixologlarni ham har xilini ko'rganman. Bittasi bunaqa deb ko'rgan, bittasi bunaqa deb ko'rgan. Xullas, nimaga kelganman? Bir kuni Instagramda o'tiribman. Birinchi ustozimni Alloh topib berishi voqeasi boshlangan o'sha yerda. Instagramda o'tirsam, Большая игра degan anaqa chiqib kelgan. Film. U serialni ko'rganman. Ko'rganimdan keyin Instagramdan yozganman u odamga. Menga juda ham yordamingiz kerak. Falsafa doktori, olim Oqtay Aliyev bilan shunaqa bog'langanman. Menga juda ham yordamingiz kerak deganman. Nima muammo deganlar. Va o'sha vaziyatda ular aytganlarki, nima bo'lyapti sizda deganlar. Men keyin javob yozmaganman. O'sha zahot telefon qilganlar. Ular o'sha payt Turkiyada bo'lganlar. Turkiya bilan O'zbekistonni soat farq qiladi. Ularda soat 9:10 bo'lgan, bizda 11-12 ga yaqinlashayotgan bo'lgan. Telefon qilganlarida men aytganman, "Yo'q, uzr, men bugun siz bilan gaplasha olmayman. Bu meni qadriyatimga to'g'ri kelmaydi. Maylimi, siz bilan ertaga bog'lansam" degan. Men juda ham band insonman. Ertaga men bilan bog'lanishingiz bu juda ham qiyin masala hisoblanadi deganlar. Va shunda aytganman, agar Alloh bizani gaplashishimizni istagan bo'lsa, albatta bog'lanamiz deganman va telefon qo'yganman. Ertasi kuni menga anaqa bo'lyapti. Instagramdan va Telegramdan yozyaptilar. Umidaxon, men sizni ko'rib chiqdim, profilingizni va o'zingizni. Nima muammo? Men aytganman, men umuman ovqat yeyolmayapman.
umuman yashash manda tanamda ham ruhiy holatimda ham qiyinchilik bilan bo'lyapti. Har xil psixologlarga bordim, vrachlarga bordim, lekin bu vaziyatdan chiqolmayapman. O'shanda o'sha inson aytdilarki menga, eng kulgiligi dedilar, bugun mani juda ham muhim bo'lgan uchrashuvim bo'lishi kerak edi dedilar. Lekin siz shunaqa inson ekansizki, Alloh sizga vaqt ochib berdi va men bilan bog'landingiz dedilar. O'sha встреча atmen bo'lgan. Juda ham band, mashhur insonlar. Juda ham. O'zim men bilmayman, bu Allohning qanaqadir menga aytmoqchi bo'lgan gapi va meni yo'nalishim belgilanyapti. Shu sohada butun voqeani aytib berganimdan keyin ular meni qattiq shukur qilishga olib kelganlar. Ular Ukrainada yashagan vaqtlarida farzandlari o'tda qolgan, o'zlari Turkiyaga ish bo'yicha ketganlarida farzandlari xavf ostida qolganmi? Butun dunyoyim adar to'ntar bo'lgan. Mana shu siz qarzdorlik, muammo deyotgan narsa, men butun bor budimni berib, o'sha yerdan farzandim va ayolimni olib chiqib ketishga berib yubormoqchi bo'lgan narsam bo'lgan. Sizda muammo turmush o'rtog'ingiz bilan deganlar. Men juda ham uzoq o'ylaganman, turmush o'rtog'im bilan muammoyim yo'q deganman. Qanaqa qilmanda oldimda yashayotgan, xotirjam yashayotgan insonim bilan muammo bo'lishi mumkin deganman. Chunki biz urushmayapmiz, talashmayapmiz. To'g'ri, ularning ichlarida, meni ichimda hozir mana endi ilmim bilan bilaman, ularning ichlarida menga nisbatan, meni ichimda ularga nisbatan juda ko'p aytilmagan so'zlar va qabul qilinmagan holatlar bo'lgan ekanda. Va bir-birimizni butunlay o'zgartirishga harakat qilib yashayotgan insonlar ekanmiz. Bu narsani ancha yillardan keyin tushundim. Lekin o'shanda ha dedim ularga, lekin tushunmadim. Telefonni qo'ydik. Shun bilan ular aytdilar menga, siz meni kurslarimni oling. Agar pulingiz yo'q bo'lsa, kartangizga pul tashlab beraman, o'qing deganlar. Men hayron qolganman, bunaqa inson borligini ko'rganimdan keyin. Voy, shunchalikmi deganman. Demak, bu yerda o'qish kerak deganman. O'qish jarayonim boshlandi ularda. Juda ko'p narsalarni tushunishni boshlaganman. To'lov qildim o'zim. Ulardan albatta yordam olmadim, pulim bor edi, yo'q emas. Ko'p narsada ularning dunyoqarashlarini ko'rgan sarim bu dunyoda o'sha maydagina muammodan tashqari juda ko'p narsalar borligini tushunishni boshladim. Sog'liqda, biznesda, biznes upravleniyani o'rgatdilar ular menga, oilani qanaqa boshqarishni o'rgatdilar menga. Har xil kurslarni bo'lib chiqqanlar. Oilaviy munosabatlar, biznes munosabatlar va turli xil sohada o'zini anglash bo'yicha juda ko'p izlanish olib borgan professor, olim, falsafa bo'yicha professorlikni yo'qlagan inson hisoblanadi. Hayotimda juda ko'p narsa o'zgarish boshladi. Ularni ko'rganimdan keyin o'zi qarzdorlikda, o'z muammoda o'tiramiz. Zo'ri, meni Alloh shunaqa qildiki, tozalanish etapimni o'rgatdi-da. Tanani qanaqa tozalash, ruhiyatni qanaqa tozalash etapi menda Antaliyada boshlandi. Umuman yo'q joydan Antaliya chiqdi, Alloh padarkasi bilan. Va Antaliyaga ketdik er-xotin va ularning darslarini ko'rardim har kuni. Menga o'sha vazifa qilardi, dengizda cho'milishi yoki tuzli suvda cho'milishi. Bir kun dengizga tushsam, men endi bundoq suzardim-da, bo'ldi, boshim tepada turardi. Lekin bir kun dengizga tushsam, cho'kib ketganman. Juda ham qattiq to'lqin kelgan, bitta o'zimman cho'kib ketganman. Kimdir qutqarib olgan, sababchi bo'lgan. Keyin shunda yengil bo'lib qolganman. Boshim bilan dengizga kirganimdan keyin juda ham kuchli yengillik his qilganman. Shunda tushundimki, Alloh hamma narsani insonlarga shifo qilib yaratganini tushundim. O'sha dengizda yengil bo'lib o'tdan chiqdim. Ya darsimni ko'ryapman, oldingi kundan tushunishim yengillashyapti-da. Voy, men bunaqa oson tushunyapman. Kecha bu narsani eshitganman, lekin tushunmadim-ku deyapman. Ha, dedim, keyin tushundim. O'zimni metodim yaratilishiga olib kelinayotgan ekanda. Birinchi insonlarni fikrini, tanasini tozalamaguningcha unga ilm yuqmaydi. Psixologiya bo'ladimi, ximiya bo'ladimi, biologiya bo'ladimi, tana bilan ishlamagan va baravar olib ketmagan insonlarda ilm yuqishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun uyqusirab insonlar qiynalar ekan-da, bu narsani Alloh o'rgatgan. Shunaqa cho'kib ketib, tozalanish etapidan o'tib olganman. Даже mana shu yerdan cho'kish ham qayerga ishlaganini anglagansiz, tushungansiz. Hozirgi bizani tomosha qilayotgan insonlar
hozirgi holati aslida eng xayrli Eng va zo'r zo'r payti. joyda turishganligini bilib olishsa va shu nuqtadan o'sishi rivojlanishi o'zlikdan oldinligi maqsad qilib olishsa juda katta narsalar ochilishini hozir sizni hayotingizda imratib qolishsa bo'ladi. bo'ladi. Chunki eng past nuqtada turgan paytingiz aslida sizga bir nechtalab eshik ochilishiga tayyorlanayotgan etapingiz hisoblanadi. Kimdir o'zi vaziyat nega menga deydi-yu, men ham risk ko'p aytganman. Nega menga deganman. Lekin aslida o'sha payt menga rosa katta imkoniyatli eshik ochilayotganini, katta ilmlar berilayotganini, 3 ta 4 ta sohani baravar olib ketish imkoni berilayotganini tushunmaganman. Lekin hozir tushunaman va men xohlagan hayotda yashamayotgan bo'lganman. Xohlagan hayotimga kelishim uchun ilm olishim, o'sishim, har bitta sohamni yaxshilashim kerakligini tushunish etapimga olib kelgan. Mashalloh. Sog'liqda, umuman mana institutga, psixologiyaga kirishimda yoki boshqa sohalarda turmush o'rtog'im bilan munosabatda, qaynonam bilan munosabatda, farzandlarim bilan munosabatda katta o'sish boshlangan. Chunki u yerda farzand tarbiyasi, oila va eng zo'ri bir-birisiz balans bo'lmasa, bir-birida rivojlanish bo'lmasligini tushunganman. Ya'ni farzandingiz bilan muammongiz bor ekan, biznesda o'sib zo'r bo'lib ketgan odam bo'lsangiz ham, baribir bu muammo chiqib kelaveradimi, siz xotirjamlikka erishmaysiz. Yoki sog'lig'ingiz bilan, yoki boshqa masalan, o'zingizni sohangiz bo'lsa, sohangizda yoki turmush o'rtog'ingiz bilan hamma koleso balansga tushmaguncha hayotingizda hamma shakli ota-ona bilan munosabat, qaynota bilan munosabat balansda bo'lmaguncha siz xohlayotgan baxt tushunchasiga kela olmaysiz. Qaysi nuqtaga energiya berilmasa, quvvat berib o'sha ilmini olib yo kelish kerak yoki o'sha jarayonni to'g'rilash uchun harakatini qilish kerak demoqchisiz. Mana shu joyda aytishadi, mani pulim bo'lsa deydi, mana bu ishlar hammasi hal bo'lib ketadi deydi. Ishim bo'lsa deydi, men zo'r bo'lib ketaman deydi, yoki bolam bo'lsa deydi, men baxtli bo'lib ketaman deydi. Mana shu fikrga nima deb qaraysiz? Chunki hozir menimcha 90% insonlar shu fikrda bo'lsa kerak. Chunki o'zim ham mana doim izlanishda, odamlarni kuzatishda yuraman-da, bitta narsaga tikilib olib, shuni baxt deb o'ylab olishadi. Lekin aslida aytganingizdek, har bitta narsani o'z joyi bor va o'z vazifasi bor. Shunaqa. Baxt tushunchasi o'zi balansdan iborat. Men har doim shuni aytaman, baxt bu dunyoda balans. Sizda qaysi nuqtangizda o'sish bo'lmayotgan ekan, o'sha yerda nimadir yetishmayotgan ekan, o'shani baxt deb o'ylaysiz. Kimdirlar turmush qurmagan bo'lsa, turmushga chiqishi baxt deb o'ylaydi. Kimdirlarda mashina yo'q bo'lsa, mashinani baxt deb o'ylaydi. Kimdirlarda sog'lig'ida muammo bo'lsa, sog'lom bo'lishi baxt deb o'ylaydi. Kimdirlarda mana do'sti yo'q bo'lsa, do'stlik baxt deb o'ylaydi. Kimdirlar aytganingizdek puli bo'lmasa, puli baxt deb o'ylaydi. Lekin unga yetishadi. Rasa qiyinchilik bilan sog'lig'ini qurbon qiladi, vaqtini qurbon qiladi, unga yetishadi. Keyin qarasa baxt emas ekan. Yana nimadir xohlayapti. Yo'q deydi. Bu baxt emas ekan, menimcha bu pul kammikin deydi yoki masalan 10 ming dohodga chiqqaningizdan keyin 100 ming xohlaysizmi? 100 ming dohoddan keyin 200 ming xohlaysizmi? Bu o'sish nuqtami? Inson bu dunyoda yana ham ko'prog'ini xohlashi bu norma. Chunki insonning nafs bor. O'sish ham bu norma. Lekin bu baxt emas. Yo'q narsa siz uchun vaqtinchalik baxt, kim uchundir u bor. Lekin undoq qarasangiz, u baxtli emas. Mana shu narsani o'ylab ko'rish kerak. Masalan, sizda bor narsa men uchun orzu bo'lishi mumkin, menda bor narsa siz uchun orzu bo'lishi mumkin. Lekin unga erishganingizdan keyin baxtli hisoblaysizmi o'zingiz? Yo'q. U vaqtincha sizga beradigan dopamin va vaqtinchalik xursandchilik hisoblanadi. Lekin hammasi balansda yursa, shundoq ham sakinatda, shundoq ham xotirjamlikda bo'lasiz. Balans va shukr. Masalan, kimdir bitta stakan choyga rahmat ayta oladi, kimdir masalan angliskiy choy xohlaydi. Kimdir oddiy Toshkent choyini ichsa ham choy ichmayman-ku deb rahmat aytadi. Lekin baxtli bo'lgan inson, rahmat aytgan inson va rozi bo'lgan inson bo'ladi. Ana shu nuqtani topib olish uchun ham aslida ayollarimizga, onalarimizga ilm kerak deb o'ylayman. Albatta. Bu siz ko'rmaysiz, chunki ilm bu fanar deyman men har doim. Bor narsani ko'rishingiz uchun qorong'ida
fonar bo'lishi kerak. Svet. Yorug'lik kiradi. Yorug'lik. Agar unga yorug'lik yoqib bermas ekansiz, siz qanchalik chiroyli, masalan, hozir joyda o'tiribmiz, bizda mana yorug'lik, quyosh yorug'ligi bo'lmasa, biz bu chiroyli joy ko'rmaymiz. Qop-qorong'i bo'lsa, xuddi multfilm bor edi, eslasangiz. Ertaga tong otsa hammasini ko'rasan dedi-yu, shunaqa svet kerak-da ko'rishingiz uchun. Nimangiz bor yo'qligini ko'rishingiz uchun sizga ilm kerak. Har bitta insonni turgan joyi aslida jannat. Shunaqa. Lekin uni jannatligini ko'rib olish uchun baribir ham o'zini anglash ilmini olib, yorug'likni o'zidan tarqatsagina kela olishini hozir sizni misolingizda ko'ryapmiz. Ichingiz xotirjam bo'lsa, ichingizda bog' bo'lsa, butun dunyoni bog' ko'rasiz. Agar ichingiz qorong'ulik g'or bo'lsa va ichingizda bo'm-bo'shlik bo'lsa, butun dunyoni bo'm-bo'sh ko'rasiz. Odam ichida daraxt ekib, sug'orib, hamma yoni ko'kalamzorlashtirgandan keyingina dunyoni ko'radi. Tushunarli. Endi shu joyda bir ataman juda ko'p ishlatishyapti hozirgi paytda. Atrofingdagi insonlar bu seni aksing deyishadi. Xuddi shu hozir sen mani bu davom aslida. Mani aksim menga xiyonat qilish kerak emas edi. Mani aksim ilmli bola bo'lishi kerak edi. Mani aksim mani urish kerak emas edi. Nimaga unaqa odamlar berilgan deb to'polon qiladigan ayollarimiz, insonlarimiz bor. Buni tan olishimiz kerak-da. Aks nimaga unaqa ko'rinyapti? Lekin u aytadiki, yo'q deydi. Men juda ham yaxshiman deydi. Top-toza. Top-tozaman, zo'rman deydi. Hammasi menda, men hech kimni g'iybat qilmayman, hech kimni muhokama qilmayman. Hattoki o'zimga savol ham berishadi, bu juda ko'p berishadi. Lekin buni ilm bilan ochasiz desak, orqaga sarilib nima degani u deb tushunishmaydi. Keling, shu nuqtani ham ochib ketaylik. Men eng ko'p profilimga yozadigan insonlar, xiyonatga uchragan insonlar. Va bunga nima sabab bo'lgan? Qizlarimiz seminar, asli men kim degan seminar o'tkazganimda o'sha yerda montaj qilib qo'yishganda, "Sen magnit bo'lib nimani anaqa qilsang, tortib olsang, ichingda nima bo'lsa, o'shani tortib olasan. Ya'ni ering xiyonat qilyaptimi, o'zingni ichingni tozala" degan gapni qo'yishgan. Undan keyin menga ataka boshlangan ayollar tomonidan. Bu nima deganingiz? Qatimiz kir bizani. Erkaklar xiyonat qilsa, biz mas'ulmizmi deyishgan. Yo'q, men ular mas'ul demoqchi emasman. Erkak o'zi juda ham zo'r yaratilgan mavjudot. Men erkaklarni hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Amakilarim va dodammi, adammi rollari juda ham katta bo'lgan. Ulardan men xotirjamlikni va muammolarni qanaqa qilib hal qilish mumkinligini o'rganganman. Ular chunki har doim yig'ilib bitta bo'lib o'tirib, muammoni o'rtaga tashlab, bittada hal qilib chiqib ketishardi. Va ayollarda ham shunaqa narsani ko'rganman bizda oilada. Oyim bosh bo'lardilar, kelinlar bilan hamma masalalar hal bo'lardi. Shuning uchun aynan magnit bo'yicha aytadigan bo'lsam, men ayollar masalan yomon ko'rmayman. Chunki o'zim ayol kishiman, erkaklarni ham hurmat qilaman, juda ham qattiq hurmat qilaman. Shunchaki magnit degan tushuncha bu ayollar juda ham g'iybatga, kibrga va hayollaridagi xiyonatlarga shunchalik berilib ketganki, uni aksini erlaridagi asl xiyonatda ko'rayotganini tushunmaydi. Chunki ko'p qizlar turmushga chiqqandan keyin erini boshqa erkaklar bilan solishtiraveradi. Va bu solishtirish natijasi uni erini xiyonati orqali unga ko'rsatib berilayotganini tushunmaydi. Aslida solishtirayotganda o'z juftiga nisbatan xiyonat qilayotganini tushunmaydi-da. Masalan, aniq bitta erkak bilan solishtirmaydi. Opachasini kimidir, ya'ni erkak tan olinmayaptimi? Oddiy Instagramda ham hozir ko'rdingizmi? Mana eri gulob kelibdi, mana eri mashina olib beribdi. Shuni o'zida taqqoslashtirgandan keyin, rozilik bo'lmagandan keyin erkak, men erkaklardan mas'uliyat olmoqchi emasman. Ular ertaga qilgan to'g'ri va noto'g'ri ishi uchun o'zi javob beradi. Lekin ayollar nega men uchun degan savoliga javob beryapman bu yerda. Chunki buni farqlab olishsin. Nega ular? Chunki ularning ichi ham bu narsaga teng mos bo'lgani uchun, shuning uchun ular. Demak, nimaga meni ko'zgo'yim bunaqa ko'rinyapti? Demak, meni
qalbimdagi holat ko'zgu orqali ko'rsatilyapti. xuddi aytilganku bitta ayol bo'ladilar da oynadan qarab turib har kun qo'shnini kir chala yuvilganini ko'radilar. Lekin bir kun erlarga aytdilar, mana shu qo'shni ayol har kun kirini chala yuvadi desa, o'zingni oynangni art deydi erlar. Oyna artilmagan bo'lsa hamma yoq kir bo'ladi. Butun dunyo toza bo'lsa ham oyna artilmagan bo'lsa hamma yoqni kir ko'rasiz. Tushunyapsizmi? Qalb oynangiz va ko'z oynangiz toza bo'lmasa ekan, qanaqa siz dunyoni toza ko'rmoqchisiz? Men shuni tushunmayman. Men o'zim ham buni tushunishimga yillar ketdi. Lekin kelgan insonlarga shuni aytaman. Qalb oynanglarni, ko'z oynanglarni aksini chiroyli ko'rmoqchimisizlar? Tozalaninglar. Hozirgi eridan ham hacha deyman, men 3 ta yaxshilik topib mazza qila olishni o'rganganingizdan keyin shukur qilsangiz ziyoda qilurman degan qonun ishlab ketadi deymanda. Hozir sizni metodingizdan ham shuni bildikki, qachon ayol o'z eridan minnatdor bo'lishi, oilasidan, topish tutishidan, hozirgi holatidan minnatdor bo'lishi boshlashi bilan erkaklarga ham taalluqli. O'z ayolidan rozi bo'lganda, ayollar eridan rozi bo'lganda va bitta nuqtaga yurishi kerakligini tushunganda, lokatsiya bitta qo'yilganda, ular bir-biri bilan konkurensiyaga kirishmaydi, qo'lini ushlab bitta tomonga yuradi. Ana o'shanda o'sish nuqta boshlanadi. Haqiqiy baxt joyda qo'llanishganda konkurent bo'lganmiz. Juda ham ko'p yillar. Lekin hozir qo'limizni ushlab bitta tomonga yuramiz. Men rivojlanyapman, ular ham rivojlanyaptilar. Ular rivojlanyaptilar, men rivojlanyapman. Va bir-birimizni qo'llamaymiz-da, qo'llab-quvvatlaymiz. Qayerda nima yordam kerak bo'lsa, ularga men beraman. Qayerda menga yordam kerak bo'lsa, ular menga beradilar. Qayerda quvvat kerak bo'lsa, quvvat bo'lishamiz. Va o'sha nuqtada o'sish boshlanadi. Va o'sha nuqtada oila degan so'z haqiqiy o'zini nuqtasiga kelgan bo'ladi. Oila bu единство-da, bu butunlik. O'sha butunlikka keladi. Aslida samimiy sevgi ham menimcha shu nuqtadan boshlanadi. Qabul qilinishdan boshlanadi, chunki inson idealni qidiradi. Lekin ideal inson bu dunyoda bormi degan savolni bermaydi. Ideal inson bu dunyoda yo'q. Va inson har bitta inson qabul qilinishi boricha erkaliklari bilan har bitta ayol bilaman, bitta uyga kelgandan keyin boricha qabul qilinishni xohlaydi. Erkak ham xuddi shunaqa, o'sha ayoli uni boricha qabul qilib yaxshi ko'rishni xohlaydi. Va mana shu narsaga kelgan oilalar birga bo'lib yashab ketyapti. Yoki yashab yurishibdi, lekin hali ham bir-birini qabul qilmagan insonlar ham juda ko'p. Shuning uchun yoshi katta insonlar ham haligacha eridan olib 60-70 yoshda ham kelishadi konsultatsiyaga. Yoki erkaklar ham xotinidan olib o'rtog'ini oldiga chiqib ketishadi. Shu kungacha juda ham chiroyli darslarni, kurslarni muallifi bo'lib kelyapsiz va bilamanki, konsultatsiyangizga kelgan odam boyagi o'zini xira oynasini artib, tozalab, yana keyingi etapga o'tish uchun harakat qiladi. Aytishadi har doim, mutaxassislarga kelsam bittada rezultat olaman, Allohning fazli marhamati bilan, lekin anglash nuqtam ochiladi deydi. Va sizni hozir shu oxirgi yillarga qo'ygan maqsadlaringiz bizga qiziq va sizni shogirdingiz bo'lmoqchi bo'lgan insonlarga menimcha qiziq. Nima maqsadlar qo'ygansiz? Qaysi ilmlarni chiroyli bir upakovka qilib berish niyatida turibsiz? Shu haqida ham aytib o'tsangiz. Lичный brend masalasi ham, o'zimni tanitish masalasida ham juda uzoq yillar bunga qaror bermaganman. Va menda har doim konsultatsiya jarayonlari yoki men bilan ishlayotgan insonlar bo'lgan. Lekin men o'zimni tan olmaganman. Nimaga hali yetarli emassan? To'xtab tur. Insonlarga nimanidir berish uchun birinchidan amal qilish nuqtang to'liq bo'lish kerak. Va yana hali o'sishing kerak degan narsa bilan o'zimni cheklaverganman. Yillar o'tgan. Lekin bir kuni bitta inson menga aytganlar. Siz qayerdan bilasiz yana qancha vaqtingiz borligini? Va siz qayerdan nega mana shu joyda tavakkulingiz ishlamayapti? Sizni hozirgi ilmingizga mos inson keladi. Deganlardan keyin men yana bitta ko'zim ochilib qolgan edi. Qaror qabul qilishga bo'ldi, borimcha beraman deyishga o'tgansiz demak,
chunki mana inson qidiravuradi aslida unga allaqachonlar berilgan bo'ladi bu narsa shunchaki siz ilmga qaror qilganingizda shu nuqtalaringiz ochilib ketadi allaqachon mani tarbiyalab shu narsaga olib kelayotganini jurnalistika orqali yoki biznes orqali hamma sferani o'rgatib muammolari bilan kurashtirib oilaviy munosabatlar orqali Alloh boshqalarni yechim topishiga sababchi qilayotganini tushunib yetganimdan keyin qaror qildim mana 2-oy endigina lichniy brendga Instagramga yurg'izishni va bu nuqtamni ham rivojlantirishga qaroriga keldimda. Ungacha juda ham o'zim bekitganman, chunki bizda oilada ayollar o'zini ko'rsatishi noto'g'ri degan tushunchada yashaganman. Kerak bo'lgan odam shundoq ham keladi. Menga kerakmi? Mani maqsadim pul emas. Maqsadim yoki insonlar ko'p bo'lib ketish emas. Ofis olishimda ham kerakmi menga degan narsa bo'lganda. Ayniqsa shunaqangi fayzli chilla uyga kelib qolishingizni o'zi ham bu juda katta hikoya bo'ldi. Aytib berganingizda juda ham ta'sirlandim. Hozir shunaqangi nurli bir joyga keldingizki, betdagi o'sha aurasi ham davolashga xizmat qilyapti nazarimda. Aynan mana Shohida Ibragimovani kurslarida o'qidim va o'shanda umuman tushunmadim nimaman bu yerda men Shohida Ibragimova mani pulim bo'lsa nima proyektlashtirish olmoqchiman, nimaga kerak menga dedim, отказ qildim, o'qib bo'ldim, ketdim. Va eng muhimi menga tilmiy telefon qilishdi, oling, moliyalashtirishni. Keyin aytdim, nimaga menga kerak ekan bu pul? Dedim, keyin tushundim, Alloh meni disiplinaga solish kerak edi. Chunki men busiz qarorga, bu nuqtaga professional nuqtai nazardan yondashish qaroriga kelmasdim. Va meni o'stirish uchun Alloh shunaqa qildiki, mas'uliyat berib qo'ydi. Birovning mas'uliyati-ku, birovning pulini olganingizdan keyin men ulardan ancha ko'p o'zimni biznesimga pul tikdim, lekin mas'uliyatim ularga bir qismini berishda bo'lib turadi-da. To'xta, men ham boshqacha ishlash boshladim. Ayol loyihasi uchun ham xizmatim borligini tushundim. Xizmatim borligini va u yerda ko'p ayollar o'sishiga sababchi bo'lishim kerakligini ham tushundim. Chunki imtihondan bir kun oldin ular bilib qolishgandan keyin men bilan birga ishlashdi bir kun oldin, ertasi kuni yana o'zim tayinlanishga ulgurmadim. Birinchi bo'lib meni chaqirishdi, o'tib ketdim. Va loyihalashtirishga qabul qilinganligimni eshitdim. Keyin bir haftadan keyin birinchi bo'lib adashmasam meni chaqirishdi. Keyin boshqa joydan ofis oldik. Men o'zi Allohimdan so'radim, menga ofis olib ber. U yerda juda ham ko'p daraxtlar bo'lsin, suv bo'lsin va chiroyli zdaniya bo'lsin, chunki men komfortni yaxshi ko'raman. Komfortsiz joyda ishlay olmayman dedim. Va u ofisimiz bundan bir 2 ostanovka tepada. O'sha yerda olganimizdan keyin nimagadir bu variantdan chiqdi-da. Hayron qoldim. O'tga qaror qilib o'tirib bo'ldim. Nega bu deyapman? Onam sababchi bo'ldilar. Shu nuqtada yo'q qizim, ko'r dedilar. Umuman boshqa xonani berishgan edi. Bu yerda ham ko'rdim, yoqtirmadim. Yo'q, men komfort kerak edim. Shunaqa bo'ldiki, mana shu zdaniyada birinchi etajni butunlay menga berishga qaror qildilar. Aynan bu inson Komil opamdan sababchi bo'lganlaridan minnatdorman. Chunki ular ham o'z dunyolariga ega bo'lgan, juda ham ko'p narsadan o'tib kelayotgan inson. Menga ko'p dars beryaptilar. Aynan xotirjamlik bo'yicha ulardan juda ko'p narsani o'rganaman. Gaplashdik. Ungacha yuz ko'rishib gaplashmagandik. Gaplashganimizdan keyin tushundikki, biz bir-birimizga kerakmiz. O'shanda ular aytdilar, meni qo'lim ushlab, meni yonimda qoling. Singildek siz menga keraksiz deb, men ham tushundim. Men bir umr so'ragan opa shu yerdaligini. Qo'llaridan ushladim, roziman dedim. Biz qoldik shu yerda. Chunki oilada bitta qizsiz. Bitta qizman. Va menga bu juda ham kerakligini, menga aqlli, o'zini bosib olgan ayol kerakligini tushunib yetdim va eng kulgiligi shundoq qarasam, men o'sha so'ragan daraxtlar va suv. Robbim tushundim dedim, bu signal edi. Men roziman dedim va shu nuqtaga keldim. Chunki bu yerda ham juda ko'p tug'ruqdan keyingi depressiya bilan kurashayotgan yoki farzandi bilan muammolarga kirgan ayollar bor-da, bu yerda o'zida ham bu ayollar bilan ishlayman. Bundan tashqari yana kelgan inson 50% terapiyani shu yerda o'zida, tabiatda o'zidan oladi. Bu joy meni o'zimni ham ishlab bo'lganimdan keyin dam olishimga, qalbim sakinatda mazza qilib bu havoda nafas olib chiqib ketishimga sababchi bo'ladigan joy bu. Demak, inson qaror berishi bilan
niyat qabul qilishi bilan u xohlagan jarayon ochilishi va unga xos bo'lgan yaxshiliklar kirib kelishini sizni hayotingizda hozir mana isbotini ko'rib tursak bo'ladi. Qanaqa bo'larkin, nima bo'larkin demasdan Allohim, man sani Erkatoy bir bandayman, menga shu jarayonlar kerak deb va uni orqasida harakatini qilib berishsa, sababiyatini qilib berishsa, уже ijobati juda ham yorug'lik tezligida kirib kelish ilmini ham nazarimda olishdi deb o'ylayman. Siz oxirgi yilda qiladigan rejalaringiz va shogirdlaringizga tayyorlagan ilmlaringiz haqida ham gapirib bering. Hozir ko'p ayollarni sog'lig'ida muammo bo'lyapti. Endi yashayman deb farzandlari bilan xotirjamlikka kelaman deb o'ylagan nuqtada sog'lig'ida muammo bo'lyapti va bu sog'lig'idagi muammolar o'g'li uylangandan keyin keliniga, yangi oilalarni buzilishiga ta'sir qilyapti. Nafaqat ayollarning sog'lig'ida, balki erkaklarda ham. Shuning uchun ayollar juda ko'p gapirmagan gaplari, juda ko'p ishlanmagan nuqtalari va o'zini kimligini topmagan ayollar birovni hayotidagi energiyasini tortib olishga harakat qiladi. Kelinini talab qiladi nimadir yoki boshqa insonlardan o'zini jertva holatida narsa talab qilishni boshlaydi. Mana shu nuqtada hamma ayollar yoki oilalar o'sishi uchun meni missiyam borligini tushunib yetdim va 1 yillik rejam juda ko'p oilalarni ajrim qaroridan qaytarish va qaynonalarni o'sishiga sababchi bo'lish. Kichkina davlatcha-ku bu. Oilalar mustahkam bo'lgandan keyin davlat rivojlanadi. Xuddi shu narsani mana davlat ichki nizo bo'lmasa, davlatda ham u o'sadi, tashqi siyosat bilan shug'ullana oladi. Oilada ham xuddi shunaqa. Oila o'zi ichkaridan mustahkam bo'lgandan keyin ularda pulida, boshqa sayohatlarda o'sish bo'ladi. O'zi ichida muammo bo'lib, birovni qabul qilmay, har xil vaziyatlarda aylanib yotadi, yana bizga dohod kerak deydi inson. To'g'ri, kimlardadir pul ko'p bo'lishi mumkin, lekin sog'lig'ida yoki farzandini yurgan nuqtasi noto'g'ri bo'lib qoladi. Mana shu sferalarni balansga kelishida sababchi bo'lmoqchiman va birinchi o'rinda o'zimni oilamda bu narsa balansda bo'lishini juda ham xohlayman. Shuning uchun ilm olaman va boshqalarga bu ilm bilan bo'lishishni xohlayman. Maşallah. Bu ishlaringizda Allohim sizga madadkor bo'lsin. Bu ilmlarni kitob shaklida, kurs shaklida, xuddi shunaqa hozir podkast shaklida yana berishingizda va o'quvchilaringizga xizmat qilishingizda Alloh o'zi kuch-quvvat bersin. Hayot yo'lingizda shunaqangi baxtlilikda, yosh ko'rinishda, sog'lom ko'rinishda davom etishingizni va ilmdan to'xtab qolmasligingizni aytganingizdek o'sish, rivojlanish, yaxshi nurni, ilmni tarqatishda davomchi bo'lishingizni tilab qolamiz. Rahmat kattakon. Rahmat. Shu nuqtada ustozlarimga rahmat aytib ketishim kerak, chunki baribir ustoz ulug' juda ham. Bu dunyoda meni o'sishimga va savollarimni javobini topishimga ustozlarim sababchi bo'lgan. Ular hammalaridan minnatdorman. Chunki 20 ta kitob o'qiydigan vaqtimni ular menga 1 oylik kursda berib qo'yganda. O'shaning uchun ham ustoz kerak, o'shaning uchun ham aytiladi. Shogird ustozdan o'tadi deb. Nimada o'tadi? Vaqtda o'tadi. U vaqtini yutadi. Qancha inson tezroq shu narsani qarorini bersa, ilmga kelsa, shunchalik tezroq qalbida sakinatni va baxtni his qilishni boshlaydi. Tezroq ilmga kelib, qiyin nuqtada emas, boqliroq hali bu nuqtaga kelmasdan buni tushungan insonlar eng yutgan insonlar hisoblanadi. Ayniqsa men aytdim sizga Instagramda bitta bola menga yozdilar deb. Nega siz ota-onalarni farzandiga qanaqa munosabat bildirishni gapirmayapsiz? Nega hali o'zini topmagan qizlar va bolalarni hayot haqida, qatga yurish haqida maslahatlar bermayapsiz dedilar. Undan keyin men ham otilib ketdi, chunki o'zim ham o'g'illarim shu yoshda. Aytdim, demak, hali qiladigan ishim juda ham ko'p ekan. Hali ko'p narsani berishim kerak ekan. Albatta, u nuqtaga alohida e'tibor qaratib, alohida bir ilm dars qilib, yana uni ham ochib berasiz degan umiddamiz.
Sizga ta'lim bergan, tarbiya bergan ota-onangizga ming rahmat. Sizni o'stirishgan, qo'llab-quvvatlab turgan qaynona, qaynotangizdan, turmush o'rtog'ingizdan Alloh rozi bo'lsin. Chunki ularni bizani shunaqa rivojlangan ayol bo'lishimizda judayam katta hissalari bor. Ular Juda. doim aytaman man o'zimni oila a'zolarimga, sizlar mani ustozim sizlar. Shunaqa. Sizlar mendan qattiq talab qilmaganinglarda, qoidalarni o'rgatmaganinglarda man bu darajada ilm olmasdim deb. Chunki sizda ham o'zim maksimni ko'raman. Ilmdan to'xtamaydigan umida holatiga kelguningizgacha sizni u oilangiz ham, bu oilangiz ham juda katta mehnatlari bor. Shunaqa. Man shu jumlada aytishim shart. Birinchi ustozim ota-onam, birinchilaridan buvim dodam bo'lsa, keyin ota-onam va keyin qaynona qaynotam va turmush o'rtog'im. Turmush o'rtog'im judayam zo'r o'stiradilar mani. Va hozirgi paytda eng yaqin do'stim, maslahatdoshim va ishonganim, Allohdan keyin, ota-onamdan keyin ishonganim turmush o'rtog'im va eng zo'ri hozir farzandlarim ham eng yaqin do'stimga aylanishgan. Men ham ularning eng yaqin do'stiman. Bemalol kelib muammolarimni gapirib, bemalol birgalikda hal qila oladigan etapga chiqqanmiz. Shuning uchun umuman hamma narsadan hozir minnatdorman. Mashalloh. Bu etapdagi umidani kashf qilib olganingizdan va shu holatgacha yurib kelgan umringizdan baraka toping va o'sishingiz, rivojlanishingiz bardavom bo'lsin. Birgalikda qilayotgan loyihamiz ham barakali bo'lsin, ilohim. Rahmat. Rahmat. Sizga ham katta rahmat taklif uchun va Sog' bo'ling. tanlaganingiz uchun. Rahmat. Chunki inson baribir tanlashi uchun nimadir nuqtasini ko'rish kerak-da, boshqa insonni shu nuqtani ko'ra olganingiz uchun taklif uchun rahmat. Birgalikda loyihalarimiz uzoq davom etadi va uzoq yillik manfaatli boshqalarga manfaatli ilm bo'ladi deb umid qilaman. Sizga ham rivoj tilayman va o'sish nuqtangiz hech ham to'xtamang va maza qilib hayot kechiring. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.